والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmat ustozlar qadrli mehmonlar suyumli to'y bo'lmoqchi bo'lgan bo'layotgan yoshlar evvelen bugün to'y bo'lgan o'sha ikki qarindishimizningki to'yining barakatli bo'lishini va inoq ittifoq oila qurishini Alloh subhanahu va taolodan tilayman. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Allah subhanahu wa ta'ala'nınki biz insanların içiden yüzünün cüptini yaratkanlığı ve o cüpla bir yerkege vaxtıda sakinet, tamaninet, rahatının bulduğanlığı ve ayal ilişkisinin arasında Allah subhanahu wa ta'ala'nınki mehr muhabbetini ve şefakatini kılganlığı Allah ta'ala'nınki birlik ve barlıkla delil kıldığın ayetlerinin katarı deyin diyen. Hem yani Allah subhanahu ve ta'ala hunne libasun lekum ve entum libasun lehun. Sure Bakara'da ayallah silanın perdanla sila ayallah'nın perdesi diyen. Bunundan bir vaqılı buludu ki toy qilish yeshiga yetib to'y qilish imkoniyati turib to'y qiladigan namozatlar turib to'y qilmagan kishi pardasiz yashagan bo'ladi. Gerçi qizlar yuzini yeb qolgan bo'lsa-mu, shumpalni yeb qolgan bo'lsa-mu, yuziga uzun abayini kiyib olgan bo'lsa-mu, xuddi kaltishdan kiyib olgan o'xshash bo'ladi. Yigitlarni shunday do'ppini kiyib, saqalni qo'yib, kiyinib olgan bo'lsa-mu, to'y qilish imkoniyati qiz turib, imkoniyati turib, sharoiti turib, mag'dur turib to'y qilmagan bo'lsa, kaltishdan kiyib olgan yigitga o'xshaydi. Hem Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah subhanahu wa ta'ala qanday bir kishiga salih ayol ato qilgan bo'lsa, bu odam yüzünün dininin yerimini tuluklagan buldu. Felyettakillaha fin nisfil ahir. Qağın yerimide Allah Teala'dan korkup takvadarlıqını asıl kılıp tuluklavasın diye. Yani toy qilish bu bir müminninki imanını mükemmelleydiğen bir iş. Bir müminninki perdesini güzelleştirdiğen, onun bir zinnet koyduğun bir iş. Ben bu yerde oğullarga ve kızlarga bugün to'y bo'lgan, xususan muşularga bir dadınınki oğluq qilgan vasiyati, bir ananinki qizini chiqarish oldida qiziq qilgan vasiyatini ta'kidlab o'taman. Har ikki taraf yaxshi quloq solgan bo'lsanglar. Bir ana o'zining qizini chiqarish oldida kızıga şunday deb tutgan. 10 xil xislat bor. Siz o'zingiz yashab cho'ng bo'lgan oiladan sizni bilmaydigan, xarakteringizni bilmaydigan, to'lmaydigan bir oilaga ketib borsiz. Shuning uchun mening vasiyatimga yaxshi quloq soling. Birinchi diqqat qilish tegishli ish qanoat bilan hamrohlar eringizga deydi. To'y qilgandan keyin eringiz teppagan mol dunyoga va eringizga qanoat qiling. Bu sizning baxt saodatingizning tunji bosqichi. Shunga Payg'ambar alayhissalatu vassalam irda bima qassamallohu lak takun aghnan nas degan. Alloh taolo sana taqsim qilgan narsaga rozi bo'l. Meyli o er olsun, meyli o ayal olsun, meyli o mal dünya olsun, meyli o güzellik olsun, nim buluşudan kat'i nazar Allah Teala sana taksim kılğanğa razı bol
tekun agnan nas. Sen dünyada en bay insan bulsa degan. Şunun için tunji qildigan ish nima qizdinki desa, eriga hamroh bo'lishda qanoat qilish. İkincisi, erining buyruqlarga yaxshi quloq solish, itoat qilish bilan buyruqlarga itoat qilish bilan hamroh bo'lish. Peygamber aleyhisselam şuna sen zevce saliha ağayn degan. Zevce saliha qanday buldu salih ayal desa, qalisan xursand qildigan, buyursan itoat qiladigan, sen öyden g'oyib bo'lsang, sening mol dunyolaringga, avlodlaringga yaxshi qaraydigan ayal salih ayal musho degan. İkinci vasiyat nima desa, uyda bo'lsin, o'zingizda bo'lsin, kiyim kechaklarimiz uyning ratib bo'lishiga, tozlikqa diqqat qiling. Eringiz sizdan qabih narsani ko'rib qolmasin. Dördüncüsü, eringiz uydan ve sizden kiyim kechaklarınızdan ses pıraqni pıraq qolmasin. Bu ishlarga diqqat qiling. Beşincisi, altıncısı, eringizning tamoq yeydigan vaqtiga diqqat qiling. Chunki qo'saqning ochliqi g'azabni qo'zg'aydi deydi. Bizning ko'nglida safardan kelgan odamdan haga odamdan gap so'rma deydigan gap bor. Herib qolgan odamdan gap so'rma deydi. Avvalan uyga boshlab, uningga choy qo'yib, ondigan qanday ahvollari deyish kerak ekan. Tamoq yeydigan vaqtga diqqat qiling. Altıncısı, uxlagan vaqtida uyda xotirjam uxlag'il qo'ying deydi. Nima ish qiladi desa, uxlagan vaqtida rohat uxlayolmagan odam ko'ngli yerim bo'ladi, shuning bilan g'ash bo'ladi, uyda nurg'un jidal majra bo'ladi deydi. Yettincisi, sakkizincisi, uydagi mol dunyolarga ko'ngil bo'ling. Sakkizincisi, uyning eringizning psikisiga, uning ballarga, yani o'zingizning ballarga buni tarbiyalashga ko'ngil bo'ling. Bunun hammasi şer'ilikni tutsak, şeriatda o'rni va nurg'un oyat hadislar bilan ta'kidlangan tavsiyalar. 9-incisi, 10-incisi, eringizning buyrug'iga osi bo'lmang. Ve eringizning sirini oshkorlamang deydi. Nima ish qiladi desa, eringizning buyrug'iga itoat qilmay osi bo'lsangiz, uning g'azabini keltirasiz. Eringizning sirini yushumay oshkorlasangiz, uning sizga xiyonat qilishidan xotirjam bo'lolmaysiz. Ondan yana ta'kidlab diqqat qilingki, eringiz g'amkin bo'lgan vaqtida qaqahlab kulib siz xushal bo'lmang. Eringiz xushal bo'lgan vaqtida siz bo'lmayib, g'amkin bo'lib olmang deydi. Bu 10 vasiyat bir onaninki qizni uydan chiqarish oldida qilgan vasiyati. Qanday bir qiz mush 10 vasiyatga diqqat qilsa, yo'ldoshi bilan nayta inoq ittifoq, bir-birini hurmatlagan, izzatlagan holda turmush qura oladi. Abdim. Endi dadaninki yigit qilgan vasiyatga keldik. Men yigit quloq solsin. Ey o'g'lim, siz uyingizda mush 10 xislatni ijro qilgan vaqtida andikin baxt saodatli bo'la olasiz. Birincisi, ikincisi, ayollar akilashni yaxshi ko'rdi yoki akiltishni yaxshi ko'rdi. Şuna davamlı dünyada en akıllı adam kim o dese, ayali 90 yaş kirip kalkan bolsun o, kız çıkayım da to'liq adam, çakırık adam en akıllı insan deydi. Çünkü kirip kalkan ayalını, yaş ayalını mı kemper de to'lab koysa, yaş kere ayalını açıklap kalıdı. Ben kaçak kirip kaptım adı. Ayal kişinin tabiati, xushko'y bo'lishni, chaqchaqni yaxshi ko'rdi. İkincisi, ayollar davamlıq men sizni yaxshi ko'rma degan gapni yaxshi ko'rdi. Davamlıq ayolingizga o'zingizning yaxshi ko'rganligingizni izhor qilib turishingiz kerak deydi.
Ama biz Uygurlarning qamusida ayolini yaxshi ko'rma degan gap jiq yo'q. Balalarım deydi, balam men sana bek amroq deydi. Dadasi deydi, dadam men sana bek amroq deydi. Ama ayolini men sana yaxshi ko'rma desa, ayib bo'ladi deb qaraydi. Ama ayollarning tabiatida o'ttas qopsa, telefonda voy aşkım, ben sizni ko'rmasam yashamayman. Men talaq bo'lgan bilan ko'nglim bo'yda. Atgan yoq chiqib sizning maslahatini degandek yaxshi gaplarni qilishni çok yaxshi ko'rdi. Men sizga deb aytdimki, bir Uyg'urdan birisi bir Arabni olib ketgan. Bir kuni ishxona shikoyat qilib kelibdi, ayolni boshlab kelibdi. Ayol menga gap qilishga ruxsat berma deb gap qilaman desam, bu erda mening 3 balam bor. Meni yaxshi ko'ramsan desam, bilmaymi dedi. Shuni bilan urushdim dedim. Meni yaxshi ko'ramsan desa, Uyg'ur ernim debdi Arabga. Bilmayman debdi. Arablarning odatida davomli ayolini men seni yaxshi ko'raman. Sen mening ko'zimning xursandligi, sen mening hayotim, sen bo'lmasang yashayolmayman degan gaplarni yaxshi ko'rdi. Ama meni yaxshi ko'ramsan desa, bilmayman deydigan odam bilan-chi yashashga taqat qilinmaydi. Normalda ayollarning tabiati davomli maqtashqa, shunga ustur kapqa, ayol kishiga lapqa amroq deydigan gap bizning Uyg'urchada. Davomli ayolini maqtab turish kerak, o'zining yaxshi ko'radiganligini izhor qilib turish kerak. Bu ayib emas bu. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vassalamdan sahobalar ya Rasululloh siz kimni yaxshi ko'rlar desa, Aishani degan. Yani hayrul anam, seyyidul anbiya, peygamberlerin pişvası bo'lgan Peygamber aleyhissalatu vesselam siz kimni yaxshi ko'rlar desa, ayolning Aishani yaxshi ko'rmadi degan. Erlarning ishidan cho'q desa, dadasini yani qaynotamni yaxshi ko'rmadi degan. Ammo biz Uyg'urlarda-chi ayolini yaxshi ko'rmaydigan saymoqun, qaynotamni yaxshi ko'rmaydigan uchun o'zining uyida voz kechgan odam deb ayblaydi. Bu yaxshi ko'rish degan insonning qalbidagi narsa, buni izhor qilish kerak. Üçüncüsü, ayol kishi qo'pol, qattiq, erni yomon ko'rdi. Gap so'zlari qo'pol, sharakatlari qo'pol. Uyga kirdi-yu, uyni tepib kirdigan eshikni guldirmamoq kirdigan manda erni o'ch ko'rdi. Ammo Ahmad ojiz erni xizmat selib ishlatdi. Sen mush ikkisining o'ttirisida bo'lgan, bak qo'pollik qilib ayolingga zulm qilmagan, bak ojiz miskin bo'lib olib ayolingning xizmatkoriga aylanib qolmagan, mushning o'ttirisida bo'lgan deydi. To'rtinchisi, ayol kishi eridan nimani yaxshi ko'rsa ayolidan ayol kishining shuni yaxshi ko'rdi. Güzel manzara, tatlı pırak. Ayol kishi şuqtum. Ayoldan qanday yasanishni yaxshi ko'rsa, oldin chiroyli bo'lishni yaxshi ko'rganda, ayolning erininki soqollarini tarab, sochlarini tarab, kiyimlar nazmanlab, chiroyli, ratlik yurishni yaxshi ko'rdi ekan. Bumi ayol. Ayol kishi erlardan bakroq, go'zallikka oshiq. Shuning uchun bunga diqqat qilinmaydi. Yani ne depti? Sen talep ketken vaqtında, bedellerin terige vaxtida, kiyimlerin kirvoga vaxtida ayolingga yaqin kelma. Bu vaqtda ayoling sana jasadini bergan bilan ko'nglini bermaydi deydi. Bu ayib emas bu. Diqqat qilish kerak. Ayoldan nimani yaxshi ko'rsangiz, shu ayol sizdan shuni yaxshi ko'rdi. Beshinchisi, uy degan ayol kishininki taxti. Mening mamlakatim, mening podshohligim deb o'ylaydi. Siz uyga kirib, uyning podshohligini ayoldan talashmang. Uyni chiroyli qiratlab qo'ysang, gulni maya qo'ysang ummamti, masbugini maya qo'ysang ummamti deb ayol bilan uyni qanday tartiblashiga aralashib,
onun taxtini onun bilan talashmang. Bechon boşkan mı? Muşunda qilsangiz, xuddi siz bir podshohdan uning podshohligini talashgandek bo'lasiz. Har qanday podshoh o'zining mulkini talashgan odamga uchun ashaddiy dushmanlik qiladi. Ayolmi sizga dushman bo'lib qolmasin. Altıncısı, ayol kishi o'zining erini bu qo'lga keltirishga va oilasini ziyon tortmaslikka tirishadi. Hem mening erim, mening himoyachim, avlodlarimning bolalari bo'lsin va mening urug' tuqqanlarim bilan shu aloqasi yaxshi bo'lsin deb qaraydi. Agi takkandagi butun oilasini, ota-onasini, urug' tuqqanlarini tashlab siz bilan o'zini beg'ishlab ketadigan unda ish bo'lmaydi. Siz qo'pab ya menga tursa, ya oilangga tursa desangiz siz ziyon tortib qolasiz. Eğer o kız sizni tanlab ailesini terk etse qag'ishlab bo'ladi. Sizni tashlab ailesidan qishqi berib olsa, asiz bo'lib qoladi. Shuning uchun ayol kishiga ya mening qishimda tursa, men tarafda tursa, ya aile tarafimda tursa deb o ikki xil ixtiyorning birini tanlaysa deb majburlamang. Chunki sizlar rahim qilish kerak. Ashuni beqib, cho'q qilib 19-20 yoshga kirgizib sizga beg'ishlagan ota-onani siz endi qo'pib cho'q mening bo'lishim bo'ldingam deb ulardan aloqasini uzishga majburlamang deydi. 7-si ayol kishi degan maymoq qo'g'idan yaratilgan. Bunun maymoqligi go'zalligi shu. Sizlar qarab beqinglar, qash maymoq bo'lganlik uchun go'zaldir. İnsanın qashi maymoq bo'lganlik uchun go'zal, agir bo'lganlik uchun go'zal. Sen bunu ruslaytın deb pek urinma. O'zing o'xshash ruslasan, akishi o'xshash bo'lib qoladi, u vaqtida so'nib ketadi. Qo'yib bersan, egilib faqat halqib qoladi. Sen bunu shunday maymoqlik holatida turib, uning go'zalligidan foydalanib huzurlansang bo'ladi. Sakkizincisi, ayol kishi erlari qilgan nurg'un yaxshilikni inkor qilgan bir tabiatga yaratilgan deydi. Shunga ayol kishiga bir umr yaxshilik qilib, bir qatim yomonlik ko'rsa, men sendan umrimda yaxshilik ko'rmadim deydi. Sening bunda bir ahvolni ko'rganliging bu ayoldan nafratlanishga olib bormasin. Çünkü sen bu ayoldan bir axloqidan norozi bo'lsang, seni xushal qiladigan nurg'un axloqi bor. Shun Payg'ambar alayhissalatu vassalam la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha xuluqan radiya minha akhar degan. Bir mu'min ayolni faqat yomon ko'rib ketmasin, onun bir axloqidan norozi bo'lsa, nurg'un axloqidan rozi bo'ladi degan. Ayol kishining bir ishini ko'rib cho'q ayol kishiga bunday bo'lamdi deb uningdan nafratlanib, oilani buzishga urinma. 9-si ayol kishi degan nurg'un psixikalik charchash holatlarini yashaydi. Oyda bir qatim. Bu vaqtda Alloh ayollarni anglayman gapni. Alloh subhanahu va taolami ro'za tutish, namoz o'qishga o'xshash nurg'un taklifotlarni tushirib o'tgan. Sen bu vaqtda bu ayolning bu holatiga rioya qilishing kerak. Eğer yükni yüklemesliğin gerek, bu ayolga chiroyli gap qilishing kerak. İnsan psixikasi buzilgan, fizikilik o'zgarish bo'lgan bunda holatda boshqalarning eg'ir yuklarini ko'tarolmaydi. Shunga Alloh taolo insonni yaratgan, Alloh nurg'un farz qilgan farzlarni yengillatib rioya qilgan ekan, sen uchun bunga yaxshi muomala qilishing kerak. O'ninchisi ayol kishi degan sening qashingda bir asirga o'xshaydi. Sen sening qashingdagi bu miskin asirga rahim qil, uning ojizligini kechirib et, mushunda qilsang sana eng yaxshi hamroh bo'la oladi degan. Ham bugungi kunda nurg'un to'y qilganlarni ko'ryapmiz. Shuning bilan birga nurg'un ajrashib ketganlarni ko'ryapmiz. To'y qilishdan burun to'y qilgan kishi
to'y qilgan vaqtda qanday ishlarga rioya qilishim kerak ekan, ko'ngil bilishim kerak ekan deb birer ishki maqola o'qish kerak, birer kitob o'qish kerak, birer tajribalik og'illardan maslahat so'rash kerak. Bunda qilgan vaqtida nurg'un ahvollar shu to'y qilgandan keyin favqulodda tuyuqsiz bo'lmaydi. Yüzden ağan tecrübesi, okuyan makallalardan, ağan derslerden faydalanıdı. Şunun için kızımı bir ergi tekketten keyin bu evvelen çoğun qanday muamelede buluşum gerek, bu buyruğa vakitte qanday itaat qilishim gerek, nimeni yaxshi ko'rdi, nimeni yomon ko'rdi, buni 5-6 ayga bo'lmay turib çoğun bugün buluş gerek. Bugün kunda 5-6 balası var, xotin, men er bilan yaşayamayman, men xotin bilan yaşayamayman, davzaqda yaşaganda yaşayman deb 5 balani yetib qolgan ahvollar bor. Bu nerede qolgan bola 5 o'qicha bu ayolning tabiatini bilmaganmi? Bu erning tabiatini bilmaganmi? Biz ishni 6 ay ichida ma qiz mening bolarimning onasi bo'la oladi ekan, ma yigit mening bolarimning dadasi bo'la oladi ekan, Mao meningki dinimga yordamchi bo'la oladi ekan, meni himoya qila oladi ekan, mening iftimni saqlay oladi ekan deydigan yakunchi bo'lib bo'lish kerak. Hech kimga diqqat qilmay yashaymiz. Hamma ish go'zaldek mangadi. Undan keyin bola 3 ta to'g'a vaqtida bolam uyan so'rab yuradigan ahvollar ko'p ko'p. Shuning uchun nurg'un davlatlarda haj qilmoqchi bo'lgan kishilarmi Mesela Janubi Sharq Osiyoda, Malayziya, Indoneziyada Kabe'ninki kichik modellerini keltirib qo'yib, har tarafdan cho'glaydi. Nega vaqtida qanday baqa vaqtida qanday duo qiladi? Nashqatin cho'glaydi, Safo marmini qanday qiladi? Shuning modellarini o'sha oldiga kelib qo'yib, oyada kichik yajning shaklini bir qatim qilib o'tib, undan keyin berib Makkaga haj qiladi. To'y qildiganlarmi shunda kurs elib, shunda to'y qiladi. Ammo bizlarcha qachon qizib qolsak to'y qiladigan, qachon suyib qolsak taloq qiladigan, buning hech qanday mas'uliyati yo'qdek bunda yashaydigan